Assalomu alaykum. Hurmatli YouTube kanalimizni kuzatuvchilar, Idrus School maktabini ota-onalari, hurmatli bizni kuzatuvchilar, mana bugun Toshkent shahrida sizlarga bir yaxshi joyni bir ko'rsatishni niyat qildim. Bu Toshkent shahrida joylashgan, ya'ni Hast imom ziyoratgoh hisoblanadi. Bu ziyoratgoh haqida tarixchilardan, o'zimiz o'rganishlardan kelgan ma'lumotlarni bir qator sizlarga aytib o'tib ketaman. Bu maydonlar, bu yerlar Hast imom deyilishining asosiy sababi Kaffol Shoshiy degan bir ulug' islom dinini bir mashhur olimlardan bir inson o'tgan. Kaffol Shoshiy, Muhammad Kaffol Shoshiy deb ataladi. 10-asrlarda, ya'ni 903-yillarda tug'ilgan hamda 975-yilda vafot etgan ulug' bir islom diniga juda ko'p hissa qo'shgan shaxs hisoblanadi. Kaffol Shoshiy, ya'ni kaffol degani bu arabchada qulf yasovchi degan ma'noni beradi. Ya'ni ulug' bir diniy olim bo'lishi bilan bir qatorda o'sha paytlarda har bir insonda kasbi bo'lgan, ya'ni kasbi shu qulfsoz usta bo'lganligi sababli bu olimni, ya'ni kaffol, ya'ni qulf yasovchi nomi bilan juda mashhur. Hozir sizlarga bir qator shu joylarni ya'ni ko'rsatib bermoqchiman. Ya'ni o'sha kelmaganlar yoki kelganda bir ziyoratgoh, bir ziyorat qilsanglar yaxshi bo'ladi. Sababi dunyodan kelib odamlarimiz, turistlar kelib bu yerni ziyorat qilib, bu yer haqida ma'lumot olib, bu yerni ko'rish bilan bir qatorda mana ko'ringlar, rasmlarga tushib juda bir hayajon bilan bu yerni tomosha qilishyapti. Lekin biz aksariyat o'zimizda bu haqida ko'plab ma'lumotlar yo'q. Ko'pchilik Toshkentga kelganimiz bilan bu joylarni bilmaymiz. Shuning uchun sizlarga bugun shu joy haqida, shu yer haqida men qisqacha sizlarga video qilishga qaror qildim. Agar videomiz yoqayotgan bo'lsa, videomiz yoqsa, sizlarga qandaydir bir manfaatli bo'lsa, biz bundan juda ham xursandmiz. O'zlaringni qo'llaring tolmasa, qo'llaring og'rib ketmasa, shu bitta chiroyli like tugmachasini bosib obuna bo'lib qo'ysanglar, sizlarga biz yana ham bundan-da qiziq, yaxshi ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Mana o'sha madrasaga, ya'ni o'sha maqbaraga kirishni eshigi, kirish joylari bu yerda mana sizlarga ko'rinish uchun katta qurilish bo'layotgan maydon. Bu yerga Islom sivilizatsiya markazi qurilyapti. Bevosita prezidentimiz tashabbusi bilan juda ham bir katta qurilishlar amalga oshirilyapti. Mana bu yerlar o'sha maqbaraning yana bir qismi hisoblanadi. Bu yuqorida to'g'rida ko'rinib turgan maqbaramiz bu masjid hisoblanadi, ya'ni Hast imom masjidi. Bu yer yaqinda qurilib bitkazilgan va juda ham ichiga 4000-5000 ta namozxon sig'adi. Juda ham ulkan katta masjid hisoblanadi. Mana bu yerimiz endi o'sha Baroxon madrasasi, ya'ni Baroxon Toshkent hukmdori bo'lgan Baroxon tomonidan bu yer qurilgan va mana Hazrat imom Hast imom majmuasiga qarashli Baroxon madrasasi hisoblanadi. Mana bu turistlar o'zlarini gidlari bilan kelib bu yerga tomosha qilyapti. Bu yerda o'zimizda O'zbekistonda o'sha milliy kiyimlari, milliylikni targ'ib qiladigan juda ham bir ko'plab O'zbekistonda me'moriy tarixiy obidalari, tarixiy asarlari jamlangan joy hisoblanadi. Bu yer asosan madrasa hisoblangan, Baroxon madrasasi. Ma'lumot uchun, Baroxon Toshkent hukmdori bo'lgan 16-asrlarda Shayboniyxon davrida, Shayboniylardan bo'lgan Baroxon bu yerni boshqargan. Bu yerlar
Мистер, Да? потише можно? Да. Хорошо. Вам что здесь? Хорошо, да. Alo? 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 Bu yerda sizlarga bir qiziq ma'lumot aytmoqchiman. Tarixda ko'plab maqbaralarga, tarixiy obidalarga kirilganda madrasalarda eshiklari asosan bunday pastroq holatda qurilgan. Past holatda, ya'ni kirganingizda bukchayib yoki kallangizni egib kirishga to'g'ri kelgan. Sababi ya'ni bizda o'zbekchilikda bilasizlar, salom berish odobi bor. Shuning uchun ichkarida o'tirgan odamga tashqaridan kirgan odam salom berish maqsadida boshini sal ekkan holatda kirilganligi uchun bu yerlarda ham xuddi shunday eshiklari shunaqa, ya'ni enga hisoblangan. Mana ko'rishlaring mumkin. Eshiklari juda ham past holatda. Kelgan odam o'z-o'zidan kallasini egib ichkariga kiradi. Bu yerda ham o'sha tarixiy qo'l ishlarimiz. Mana chiroyli qilib o'zbeklarni so'rilari milliylikda tarif qilgani qo'yilgan. Mana xorijlik mehmonlarimiz kelib shu yerda dam olyapti, ko'ryapti. Mana o'sha paytdagi g'ishtlarning holatini ham ko'rsanglar, qalinligi hamda uzunligi eniga hamda bo'yiga nisbatan juda ham katta hisoblangan. Mana bu madrasani ichki qismi, ya'ni Garovxon madrasasining ichki asosiy qismi hisoblanadi. Тогда же другой электричество. Вот как сейчас. И только разбирать на заходящий с этим окон. Это делают сейчас уже торговым центром. Можно посмотреть, что продают. Ну, кому что интересно, можно. Посуда. Смотри, да, я Ну, еще, конечно, другие посуды. Красивые, что я хотел. Коробочки. Секретные коробки. Сейчас вам покажу секретную коробку. Вот он здесь. Bu madrasa Hastimon madrasasi umuman majmuasi juda ko'plab turistlar bilan turistlar juda ham ko'p kelyapti bu yerga. Tashqarida ham, yo'llarda ham turibdi. Turistlarning juda ham qiziqishi baland, ya'ni o'zbekning milliyligiga. Assalomu alaykum. Hind qardoshlarimiz ham shu yerda.
Разные вещи есть. Например, вот это то, что видите, для канала. Тоже складывается, да, с подставочкой. Сколько когда делается, она называется मैंने वहां से खरीदी थी पता है रात में मिल्ट्री स्टोर से खरीदी ये मतलब हम लोग रिकॉर्डिंग की तरह turistlarda oqimi juda ham ko'p. Turistlar bizdagi milliy qadriyatlarimizga, milliy urf-odatlarimizga, milliyligimizga ham juda ham qiziqish bilan qarashadi. Mana mana o'zlariga havas qilishib, shunday kiyimlarni kiyishib Azizlar, yana bir shu holatda bir ma'lumot o'rnida bir qiziq ma'lumot uchrab qoldi. Mustaqil bo'lganimizdan keyin, ya'ni 1991-yildan keyin Iordaniya qiroli birinchi prezidentimiz bo'lgan Islom Abdug'anich Karimovga 10 milliard dollar pul taklif qilgan ekanki, mana shu hozir orqada mana shu yerda ko'rinib turgan o'sha Hazrati Usmon davrida 7-asrda yozilgan Qur'on nusxasini asl nusxasi hisoblanadi-ku. Shuni berishga shu pul taklif qilinganda biz prezidentimiz rad javobini bergan ekan. Shu ma'lumotni ham hozir bu yerdagilar aytib qoldi, sizlarga ilindim. Yana ham qiziq ma'lumotlarni sizlarga yetkazishga harakat qilyapman. Mana bu shu Usmon mushafini tarixi yozilgan bu yerda. Ichkarida syomka qilish mumkin bo'lsa ekan, faqat shunga ruxsat berdi. I think to give me some minutes to Mana bu yer o'sha ichkari qismidagi qo'yilgan arab, ya'ni islom dunyosiga mansub bir kitoblarga qo'yilgan nusxalari. Hozir ichkarida syomka qilinmadim, o'sha Qur'on nusxasi turgan joyda syomka qilishga ruxsat berishmadi. Qolgan mana syomka qilsa bo'lar ekan. Ichki qismlari. Endi
Bu Tilla Shayx masjidi hisoblanadi. 1902-yilda milliy me'morchilik uslublarida bino qilingan ekan bu yer. Milliy qadriyatlar, milliy me'moriy uslubda qurilgan. Tilla Shayx nomi bo'lsa, masjidning qurilishiga homiylik qilgan shaxsning sharafiga shu nom berilgan. Buni usta Shirin Murodov boshchiligidagi me'morlar bino qilgan ekan. 2007-yilda bu yer yana milliy uslubda qayta tiklanib, yana qayta nima deydi, restavratsiya qilinib, me'moriy yodgorlik sifatida qayd qilingan. Mana turistlar ham bu yerlarga kirib ko'rishyapti. Endi ichkariga kiramiz. Assalomu alaykum. Kelsa bo'lamizmi? Yo'q, bunday syomka qilsa. Remont ketyapti. Ha. Bu yerda ham ichkarida remont, ta'mirlash ishlari ketayotganligi sababli bu yerga ham kirish mumkin emas ekan. Tashqi tomondan ko'rsataman. Turistlar oqimi juda ko'p. Bugun yakshanba kunligigami? Mana o'sha Hazrat Usmon mushafini ko'rgani kelayotgan, bu yerga qiziqishni bildirayotgan turistlarning oqimi juda ham ko'p. Mana bu yerda o'chirib kutib turishibdi ular. Mana bu yerda ozod vatan, ozod diyorda yoshlarimiz, farzandlarimiz mazza qilib varya uchirib yuribdi. Tinch yurtga, tinch joylarga shunday varyalarni uchirib yurish bolalarimizni, o'quvchilarimizni mazza qilib yurishi yarashadi. Qarang. Allohga beadad hamd sanolar bo'lsin. Shunday ozod yurt, tinch yurtda yashayotganimizga shukronalar keltirasiz. Shunday joylarda vaziyatlarni ko'rsangiz. Qarang, mazza qilib o'ynayapmiz. Mazza qilib o'ynashyapti bolalar. Mana bu yerda juda katta Islom sivilizatsiya markazining qurilish jarayonlari ketyapti. Juda ham hashamatli. Mana hurmatli kuzatuvchilar, bugun mavzumizni eng daxldor bo'lgan maqbarasi, ya'ni o'sha Muhammad ibn Kaffol Shoshiy maqbarasiga ham yetib keldik. Bu shaxsni islom diniga juda katta hissa qo'shgan shaxs hisoblanar ekan. Mana Abu Bakr Kaffol, ko'pincha Kaffol yozishyapti, lekin Qaffol bo'lgan. Qaffol Shoshiy maqbarasi. Shu yerda qabrlari joylashgan. Bismillah. Mana o'sha maqbara hamda yuqorida o'ta qabrlari joylashgan joy. Bu yerda islom diniga ko'p xizmatlari singan shaxslarning qabrlari joylashgan joy ekan.
Hazrati Imom Abu Bakr Muhammad ibn Ali ibn Ismoil al-Qaffol ash-Shoshiy 1903-yilda tug'ilib, 976-yilda vafot etgan. Bu zot-u barakot o'lkamizda diniy bilimlarni yoyishda, musulmon qonunchiligini tarqalishida, ya'ni fiqh ilmida qonun qoidalarni ko'rsata bilishda faoliyat ko'rsatgan, islom diniga oid bir qator asarlarda yozgan valiy zot hisoblanadi. Toshkent, ya'ni Shosh shahrida tug'ilgan va Shosh shahrida vafot etgan shaxs hisoblanar ekan. Mana bu yerda Zayniddin Vosifiy Mahmud ibn Abdujalil o'zbek shoiri Toshkent shahrida yashagan. Uning bir qancha she'riy, musiqiy va nasriy asarlarini o'z ichiga olgan Badoiul Vaqoya, ya'ni ajoyib she'rlar kitobi tarixiy ahamiyatga ega hisoblanar ekan. Mana ziyoratchilar ham kirib kelishyapti bu yerlarga. Bismillah. Mana bu yerda ham qabrlar joylashgan. Sizlarga qisqacha tepki tanishtirib o'tib ketaman, qiziqarli bo'lishi uchun. Bu yer Shayx Ziyovuddinxon ibn Eshon Boboxon 1325-yilda tug'ilgan, 1403-yilda hijriy yil, ya'ni bizni o'zimizni yilimizda 1908-1982-yillarda yashagan. Bu zot barokat yurtimizda islom dinini keng targ'ib etishda katta hissa qo'shgan. 1943-yilda O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlar diniy idorasi boshqarmasi tashkil etishda faol qatnashgan. Musulmonlarning birinchi qurultoyida O'zbekiston qozisi bo'lib saylangan shaxs hisoblanadi. 1957-yilda Eshon Boboxon hazratlari vafotidan so'ng 25 yil mobaynida diniy boshqarmaning raisi va muftiysi sifatida ish faoliyatini davom ettirgan shaxs hisoblanadi. Mana bu shaxs yuqorida aytib o'tib ketdim. Shayx Eshon Boboxon ibn Abdulmajid xon. Bu shaxs O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlar diniy idorasi asoschilaridan biri va birinchi rais hisoblanadi. 5 ta respublikani birinchi muftiysi hisoblangan. Juda ham dinga O'rta Osiyoda, xususan O'zbekistonda hamda Qozog'istonda islom dini bo'yicha juda ham bir kuchli shaxs hisoblangan. Ya'ni 20-asr davomlarida 80 yildan ortiq umr davomida islom dinini targ'ib qilishda juda ham bir kuchli hissa qo'shgan shaxslardan hisoblanadi. Qur'on hamda hadis ilmini juda ham bir kuchli bilimdoni hisoblanadi. Bu shaxsni tarixini, o'sha dinning tarixini bilganlar yaxshi biladi. Bu shaxs musulmonlar 20-asrda islom dinini O'zbekistonda hamda Qozog'istonda 5 ta respublikada birinchi shu muftiysi hisoblangan odam hisoblanadi. Mana bu qabr Bahodirxon Mahdum ibn Imom Muhammadxon Eshon qabrlari hisoblanadi. Bu Yunusxo'ja Eshonning nabirasi, Beklar Begi madrasasini bosh mudarrisi hisoblangan. Mana bu qabrga
diqqat qilishlaringizni so'rayman. Ya'ni Abu Bahodirxon ibn Muhammadxon Eshon ibn Yunus Xo'ja Eshon o'z davrini fiqh, tafsir va hadis ilmlarini juda ham kuchli bilimdoni hisoblangan, ajdodlarning ilmiy faoliyatini munosib davomchisi hisoblangan bu odam. Bu yerda asosan shu 20-19 asrda yashab islom diniga kuchli hissa qo'shgan shaxslarimizni bu yerda qabrlari mavjud. Bu yerda ham mana ko'plab ziyoratchilarimiz kelib ziyorat qilishyapti. Makannya para muhtiwan. Dan kamu langsung juga dipanggil sebagai seorang yang dipanggil dengan nama Qaudishoh Mardembuah dalam bahasa Farsi. Qafol Shoshi haqida yana bir qisqacha ma'lumotlarni sizlar bilan o'rtoqlashaman. Qafol Shoshi aslida shu Toshkentda 10-asrda tug'ilgan, buni aytib o'tib ketdik. Fiqh ilmi bo'yicha ham juda ham bir kuchli olim hisoblangan va o'zining eng mashhur islom dinida kuchli mashhur asari bu Qozilar odobi degan nomli kuchli mashhur asari bor. Va undan tashqari bu shoirlik va boshqa diniy bir yo'nalishlarda ham juda kuchli bir asarlar yozgan. Hurmatli kuzatuvchilar, mana bugun Toshkent shahridagi juda ham bir kelishga arziydigan, kelsangiz bir qalblaringiz taskin topadigan, tarixni eslaydigan bir yaxshi joyni sizlarga ko'rsatishga harakat qildim. Bugungi sizlarga bergan lavhamizni so'ngida bitta gapni ham yana bir tarix sifatida aytib o'tmoqchiman. Bu yer shu qadimdan yoki bir tarixda bir juda ham bir qadamjo bo'lgani bilan bir qatorda bu yer Sir davrida, ya'ni o'sha 20-asrda boshlarida yoki 20-asrda o'rtalarida bu yer ancha ko'zdan chetda joy ham bo'lib qolgan. Bir ikkita chetdagi shu yerdagi odamlar bilan gaplashganimda shu ma'lumotni aytishdi. Bu yer yaqin 1950-yillarda atroflarida, 60-yillarda atroflarida bu yer hattoki hayvon bozori sifatida ham bu yer ishlatilgan joylar bo'lgan ekan. Ya'ni oyoq osti qilingan. Oyoq osti bo'lib odamni bir ko'zidan bir chetda qilinib, bu yerda bir odamlar daligi ziyorat qilmasligi uchunmi deylik, shunday bir joylar ham bo'lgan ekan. Ya'ni hayvon boqiladigan joylar, keyin bozor sifatida ham foydalanilib, bu yerda hayvon bozori bo'lib ham xizmat qilgan joylar bo'lgan ekan. Shuning uchun shu bugungi lavhamizni yakunida aytmoqchiman. Shunday bir chiroyli joylarni qilishda hissa qo'shgan yurtboshlarimizga, diniy ulamolarimizga, shu davlatimiz siyosatiga rahmat aytamiz. Sababi O'zbekistonda shunday bir buyuk olimlarni qilgan ishlarini qadrlab, ardoqlab, bularni islom diniga qo'shgan hissalarini ardoqlab, shunday bir chiroyli joylarni qilib, odamlarni kelib bu yerlarni ziyorat qiladigan joy qilganliklari uchun rahmat aytamiz. Bugungi ko'rsatuvimiz, bugungi lavhamiz sizlarga manzur kelgan bo'lsa, yoqqan bo'lsa, sizlarga qandaydir bir ma'lumot bera olgan bo'lsak, biz xursandmiz. Va chiroyli qilib bitta like tugmachasini bosib, bizning kanalimizga obuna bo'lsanglar, Toshkentdan yana bir yaxshi qanday joylari bo'lsa, sizlarga ilinib ko'rsatishda davom etamiz. Chiroyli bitta like tugmasini ayamaysizlar degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kommentariyada yozinglar, Toshkentni yana qayerda ko'rgilaring keladi. Yoki bugungi ko'rsatuvimizdan qanday xulosa chiqarganlaringni, bugungi lavhamizdan sizlar qanday bir xulosa olganliklaringni aytsanglar, biz bundan xursand bo'lamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.